Bunlar qancha ekan? Bu bitta savol. Eshitama? Vengriyani poytaxti. Ayo, bilmas ekanman. Anaqa arzonrog'i ham bormi? Bor. O'tgan hafta kelgani bor, ozgina srog o'tib qolgan. Bu qanaqa savol? 50 qo'shib 50. 100. Ha, to'g'ri. Hozir olib beraman. Rahmat. Gap yo'q. Zo'r bo'pti-yu. Ha, soatda ishlab turibdi, bemalol tekshirib olaverasiz aka. Hamdamoy nima bo'ldi bu yog'i? Aka, o'zi 3 ta savolli ish bo'ldi. Aha. Siz ikkitasiga javob bering, bo'ldi. Bo'l. Hop bering. Hayotingizdagi tanlovlaringiz xato bilan tugasa, Hmm. badali nima bo'ladi? Umar. Ha, baribir o'qigansiz-da. Rahmat. Ikkinchisini eshiting aka. Aha. Yo, yaxshi, ish yo'qda, aka. Oyligi qancha edi? Hozircha boshlanishiga 20 ta, 25 ta javob qilib beramiz. Sal kamroq ekanda, aka. Endi ko'ryapsiz, o'zingiz ham ko'chaga chiqsangiz 15 ta javob hech nima bo'lmay qolyapti-da. Yo, to'g'ri, bizda 450-500 ta javobli ish o'rinlari ham bor. Lekin ular oliy ma'lumotlarga beriladi deb Bahodir aka. Siz kamiga o'qimagan ekansiz. Mayli unda, aka. Bir kelarmiz yana. Rahmat. Salomat bo'ling. Yo'l belgisini ko'ra turib qayildingiz shu yerda. Ko'rib turibsiz-da qayilish mumkin emas. Sizga nisbatan hozir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Qoida buzarligingiz uchun. Kamanda iltimos, men rostdan bilmay qoldim bu narsani. Hozir qancha bo'lish tarafi? 3 ta savol bo'ladi. Kamanda 3 ta savol qilib o'tiramiz, ama keling, shu yerda o'zida o'zingiz bitta savol bering, men ham javobini berib, tinchgina keta qolamiz. Yengilroq qilib berasiz, ozgina o'zingiz. Tushunmadim. Yo'q, men to'g'ri ma'noda aytyapman. Hozir rostdan ham baribir yengillik qilib berishingiz kerak. Bu iltimos endi. Nima gap Abdurahmonov? Javobini o'zingizga berib keta qolay deydilar. Siz hozir qilayotgan xatti-harakatingiz uchun tegishli javob berasiz. Abdurahmonov, bayonnoma rasmiylashtiring. Akalar, to'xtanglar, iltimos, jon aka. Ya nima qilsan gap ko'paytirib? Ravonni o'qib olish kerak edi. Adasi, kommunalnilarga to'laydigan vaqt kelib qopti. Bilasiz, 3 oydan beri bilimim yetgancha savollarga javob berib, to'lov o'qib kelyapman. Keyingi oydan yana savollar qo'shiladi deyapti. Nima qilamiz? Ana, shu bo'ladimi? Bo'ladi aka. Mendan necha pul bo'ldi? Sendan 6 ta savol bo'pti. Mayli, bering aka. Hop, eshit. Birinchisi. Nima uchun har 4 yilda bir marta 29-fevral keladi? Bilmas ekanman-da. Ukamdan so'rasam bo'ladimi? Bemalol. O'qiganda u. Yoshlar. Alo, Aziz, pastga tushgin. Faqat o'zing bilan 6 ta savolga javob olib tush. Bo'la qol. Xo'p. Shu yoqdimi o'g'lim? Zo'r ekan. Mam qanchadan ekan? Bu bitta savol aka. Aha, eshitama. Faqat bolalarga beriladi savol. Ha, bo'ldi. Eshitamiz. Qara ukajonim. Daraxtda 10 ta qush bor edi. Bitta burgut uchib keldi. Shunda nechta qush qoldi? 11 ta. Yo'q aka, topa olmadi. Xato javob berdi. Voy, yo'q. Mayli. Bundan arzonroqlari ham bormi? Ha, bor. Nari yoqda aksiyaga tushgan tovarlarimiz bor. Unga ota bola javob bersanglar ham bo'laveradi. Bo'ladi. Shularni bitta ko'raylik. Bolam sal qimmatroq ekanda bu. Ado, Ha? biz kambag'almizmi? Nega unaqa deyapsan, o'g'lim? Men katta bo'lsam sizdagi kambag'al bo'laman. Sizlar kambag'al emaslar, bolam. Men kambag'alman. Ketdik o'g'lim. Bundan buyog'iga sizlarni bekam ko'z qilib o'stirish uchun ham o'qiyman o'g'lim. Har qanaqa sohada bo'lmasam,
odam baribir o'qishi kerak.